Assalomu alaykum azizlar. Hozir o'sha mashhur giyohimiz ko'zdagi kataraktada, pardada, ko'rish kuchi pasayganda ishlatadigan giyohimiz kanopcha haqida. Buni qanday foydalaniladi? Mana shularni to'liq tushuntirib beraman. Mana bu kanopcha o'simligining urug'i bo'ladi. Buni olib ko'zida davlinasi bor odam 15 kun davomida har kuni bir donadan qo'yiladi. Ko'zida davlinasi yo'q odam kunora qo'yiladi. Bir oyga cho'ziladi bir kurslik chanasi. Endi ko'zida davlina bor yo'qligini bilmayman siz, xohlasangiz o'sha ko'z doktoriga borib o'lchatib oling. Agar yo'q, o'lchatishga erinadigan bo'lsangiz, bor yo'qligini bilmaysizmi? Kunora qo'ying, bo'ldi. Endi buni ko'zni ochib, past qism terisini shunday ochasiz. Ochganingizdan chuqurchoq bo'ladi. Shu yerga bir dona tashlaysiz. Bir dona tashlaganingizdan keyin kechqurun uxlashdan oldin tashlaysiz. Erta bilanga ko'zni tashqari qismidan oldi qismiga qarab surganingizda u chiqib keladi. Endi mana shu tartibda kanopchadan foydalanyapsiz. Ba'zilar aytadi, erta bilan tursam kanopcha yo'qolib qolyapti. Ichkariga kirib ketdi. Ichkariga kirmaydi bu narsa. Umuman kirib ketmaydi. Undan xavotir olmanglar. Faqat uyquni o'rtasida baribir ishqalab qo'yib boshqa qilib chiqarib yuborish mumkin. Faqat shu chiqib ketishlik bilan yo'qoladi, ichkariga kirib ketmaydi. Agar mabodo kechqurun qo'ya olmasdan shu qo'yib ertaman topa olmaydiganlar bo'lsa, erta bilan bomdodga turganda qo'yib olsin, top peshingacha yuraveradi. Ana endi peshindan keyin haligini olib tashlaydi. Peshin o'zi tahorat olganda yuz qo'l yuvganda bu chiqib ketib qoladi. Olib tashlagandan keyin kechga borib to'rt yog'dan bir tomchi tomgizib olinadi. Endi to'rt yog'ni qanday tayyorlanadi? To'rt yog'ni mana shu 2 dona tugmasini olib olinadi. 50 gram zamzam suvida eritib olinadi. Buni ya yomg'irli suv, yo qorli suvda ham eritib olinsa bo'linadi. Endi 50 gramda eritib olgandan keyin mana kanopchani soldingiz, mana kechqurun solganlar erta bilan olib tashladingiz. Olib tashlagandan keyin haligi ko'zni dorisini idishlari bo'ladi. Bo'lmasa mana aptekadan ozgina eng arzon dorini olasiz. Ichida dorisini to'kib tashlaysiz. Buni tayyorlangan 50 gramdan keraklisi kuyib olasiz. Kuyib qolganini xaldanikka qo'yib qo'yasiz. Endi bu qo'lingizdagi dorini o'sha idishdagini ozgina qo'lda ushlab turinglar. Iliq holatda ko'zga bir tomchidan tomgiziladi. Kechqurun kanopchani qo'ydingiz, erta bilan olib tashladingiz. 15 kun davomida har kuni bir tomchidan tomgizib olasiz to'rt yog'ni. Endi haligi kunduzi qo'yib yurib peshinda olib tashlaydiganlar kanopchani to'rt yog'ni kechga borib tomgizasiz. Hech esdan chiqmasin. Keyin kanopchani eslatib o'tamiz. Ba'zi birlar tezroq foyda topay deb 2 donadan ham 3 donadan ham solganlar bor. Mumkin emas bu narsa. Endi kanopchani qo'yyapsiz. Ba'zi birlarda 10 ta 15 ta odamdan bitta odamda shunday holat kuzatiladi. Kanopchani qo'ygan jarayoningizda ko'zingizda qizarish paydo bo'ladi. Ana shu qizillik ketguncha biroz dam berasiz, keyin 3 kun, 4 kunda bir marta qo'yasiz. Mana shu tartibda sal uzoqroq bo'lsa ham davom etasiz. Mana shu endi bu videomizni mana to'liq tushuntirib berdik. Xudo xolasa mana shu kanopcha to'tiyo giyohimizni qanday foydalanishlikda. Bu videomizda o'sha mana aytamiz, bu giyohni qayerdan topamiz? Xohlang mana aloqaga chiqing. Umurbek tabib siz YouTube, Telegram kanallarimiz bor, nomerlarimiz ham bor. Xohlang bozordan giyoh sotadiganlardan topib, olib, qanday foydalanishlikni bilmasangiz, mana shu videomizni ko'ring. Endi o'sha bu murojaat qilib qolardikki, shu kanopchadan sotadigan birodarlarimizga, giyoh bozordagi giyoh sotadiganlarga o'zingiz qanday qo'yishlikni tavsiya qilmayapsizmi? Chunki ko'pchilik mana telefon qilyapti, bozordan oldim, uka bundan qanday foydalanaman? Olgan odamdan so'rasam, bilmayman, bir so'rab olasiz deb aytishdi. Shunga sizga izlandim, yana sizga aloqaga chiqdim deb nima qiladi? Iloji bo'lsa o'sha bozordagi giyoh sotadigan birodarlarimiz ham Umurbek tabib deb yozsangiz, o'sha YouTube'da shu kishining videosi bor. O'shanga qarab foydalansangiz bo'ladi. Qanday tartibda foydalanishlikni tushuntirib qo'ygan deb aytinglar. Kanopcha olib kelib sotadigan birodarlarimiz albatta 4 yog'dan olib kiygizib qo'yinglar. Ekovi yonma-yon bo'lsa, yanada natijasi yaxshi bo'ladi. Bu narsani umraga borganlardan zakaz qilib olsalar ham olib kelib beradi. Bizni YouTube, Telegram kanallarimiz Umurbek tabib desangiz chiqib kelinadi. Telefon nomerlarimiz 90 567 35 57.